Salom borlar. Sizlar bilan Dalasama va xo'sh do'stlar, bugun videomizda mana bu yerdagi Team of 2025 ni videosining ikkinchi qismi desak ham bo'laveradi. Biroz kamchiliklarni o'tgan videomdagi kamchiliklarni to'ldirib qo'ysam. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda 170 bitta olmosga 9.3% ko'rsatib qo'yibdi menda. Agar shuni bo'lsang, juda ham kam ekan foiz. Lekin bu foiz sizni cho'chitmasin. Siz mana bu yerdagi olmoslaringizni yetarli darajada ko'paytirib olsangiz, foizga qarab o'tirmasdan bemalol yoshli futbolchilarni olishingiz mumkin. Mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Real Madridning hozirgi kundagi eng yaxshi futbolchisi, eng yaxshi hujumchilardan biri bu Kylian Mbappe. 87 lik reytingda. Ajoyib. Harry Kane, o'sha Bavariyaning Lewandowskidan keyingi ajoyib darvoza tanlamas to'plarni muhlayotgan Kylian Mbappe bilan Hollandga raqobat qilayotgan o'sha Harry Kane 87 lik kartasida. Bu yerda Lamine Yamal 86 lik kartasida o'ng qanotning ajoyib wingerlaridan desak ham bo'laveradi. Ajoyib triverlar egasi. Varti bollarni uncha o'sha chap oyoqdagi zarbalar bilan qiynaydigan o'sha yosh bola. Ousmane Dembele 87 lik kartasida 2025 ning eng yaxshi hujumchilaridan bo'lgan ajoyib winger. Barcha yutish kerak bo'lgan barcha sovrinlarga yutib bo'ldi bu ham. Ajoyib. Pasajirning ajoyib hujumchisi bo'ldi bu Dembele. Omadsiz Barsadagi omadsiz o'yinlardan keyin qandaydir pasajda ajoyib statistikalarni, rekordlarni qo'yib yubordi va Pedri Barselonaning boshqaruvchisi desak ham bo'lardi. Barselonaning tarkibining markazida tayanch va asosiy futbolchilardan biri bo'lgan Pedri 86 lik kartasida ajoyib eng yaxshi himoyachi desak ham bo'laveradi. Va pasajning yana bir yarim himoyachisi 85 lik kartasida bu Vitinha Portugaliyada va pasajda ajoyib o'yinlar ko'rsatayotgan Vitinha va Muhammad Salah. Bu Muhammad Salah Misr davlati bilan O'zbekiston o'ynadi. Muhammad Salah o'shanda asosiy tarkibda bor edi. Lekin Muhammad Salahning o'sha o'yinda ham unchalik o'z formasida emasligini bilsak ham bo'laveradi o'sha o'yinda. Lekin Doston urinib dublga erishgan edi. Muhammad Salah Liverpoolda ham o'yinlari qandaydir pasayganga o'xshab zaxiraga ham o'tirib qoldi. Shuning uchun 85 lik kartasga tushib ketibdi. O'tgan videomda aytganimdek, bu futbolchini qanday ko'rinishda, qanday kartada bo'lishidan qat'iy nazar olib qolishingizni tavsiya beraman. Va Nuno Mendes bu rekord daraja qo'yayotgan Dalasda yana chap qanot himoyachilaridan biri. Chap qanotda menimcha hozirgacha bu darajaga chiqa olgan futbolchilardan menimcha eslolmayapman. Yo'q bo'lsa ham kerak. Nuno Mendes pasaj va Portugaliyada ajoyib o'yinlar ko'rsatayotgan o'sha Mendes ko'p qanot hujumchilarni cho'ntagiga solib qo'yapti. Bu Gabriel deganlar ham yomon himoyachilardan bo'lib chiqdi. Qanday qilib Van Dijk, Saliba degan futbolchilar turganda shulardan o'zib ketib, mana Dallas 2025 da Team of 25 da o'rta qoldirib bu yerda turibdi. Ajoyib Braziliyada ham ajoyib o'yinlar ko'rsatib, jahon chempionatida ajoyib Braziliya ham ajoyib tarkib bilan ajoyib o'rinlarni olsa ajablanmagan bo'lardim. Va Ashraf Hakimi o'ng qanot himoyasining eng zo'r, menimcha eng zo'ri bo'lsa ham kerak, eng zo'rlaridan
deya olmayman, eng zo'ri deymiz. Ajoyib Marokashlik Pasajning ajoyib futbolchisi va Donnarumma. Donnarumma nega Pasajdan ketdi bilmadim. Pasajda ajoyib o'yinlar ko'rsatayotganiga qaramasdan negadir Pasaj buni o'zida qolib qolishni istamadi. Lekin Manchester Cityda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Buffonning davomchisi ham bo'laveradi. 86lik reytingda bu futbolchi ham italiyalik. Va mana bu players futbolchilar bo'limiga o'tsak, bu yerda statistikalarni bergan, o'tgan videomda aytgandek. Bu yerda o'zlaringiz ko'rib turibsiz statistikalarni, ajoyib statistikalar. Do'stlar, yurishdan ko'rib olsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda o'tganimizda mana bu yerda olmoslar to'plashimizga to'g'ri keladi. Albatta, bo'sh vaqtingizda mana bunday ligalarni yoki live matchlarni ko'proq o'ynashingizni maslahat beraman. Agar tanga ovoz yig'ish xizmatlaridan foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Bo'lsam sizlarga maslahatim mana shu oddiy ligalaringizda Dream League live matchlarni o'ynashlaringizni maslahat berib qo'yaman. Dream Points yig'ishga mana bu yerdagi Dream Points'larni almost Amazon pullik sezon passlari orqali olishingizni maslahat berib qo'yaman. Va bu yerdagi stadioningizni kuchaytirsangiz ham stadion kuchayganda har bitta matchingizda sizga ko'proq tanga va olmoslar berib boriladi. Mana do'stlar, bu videomiz nafaqat mana bu yerdagi Team of 2005 tarkibini obzori tanga va olmoslar yig'ishni ham o'rgatib ketaman degandim. Mana o'sha video. Bu videoda tanga va olmoslarni ko'proq yigish biroz bo'lsa ham o'rgatib ketaman. Albatta, sizga mana bu yerdagi sezon passlari orqali tanga va olmoslar, mana bu yerda tanga va olmoslarni, tangalarni ko'proq beradi. Va mana bu yerda o'ynasangiz, mana o'zingizning uyingizda o'ynasangiz ko'proq sizga tangalar ko'proq beriladi. Va mana bu yerda live matchlarni ko'proq o'ynasangiz, ko'proq yutsangiz, tangalarni va olmoslarni ko'proq yutasiz. Do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli, bundan-da kerakli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan dalasima bo'ldi. Rahmat aka, videoni ko'rganingiz uchun kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Like va obuna tugmasini bosishni unutmanglar. Biz albatta baraka bo'lishimiz kerak. Bu yangi yilda hammalarning maqsadlariga erishinglar. Mening ham maqsadim baraka. Keyingi 27-yilgacha 10 kilodan oshishimiz kerak. Albatta bu maqsad. Albatta bunga men harakat qilaman. Sizlar menga yordam beringlar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat aka.